Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz siz bilan NLP'da juda kuchli model hisoblangan Walt Disney modeli haqida gaplashamiz. Walt Disney modeli inson birorta bir mahsulot yaratmoqchi, deylik qanaqadir video chiqarmoqchi YouTube'ga, xullas qanaqadir bitta mahsulot chiqaradigan bo'lsak, aynan bu Walt Disney modelidan foydalansak, bizga juda katta yordam beradi. Walt Disney modelining tarixi haqida gapiradigan bo'lsak, bu modelni NLP mutaxassislari, ya'ni Walt Disney birorta bir mahsulot chiqarishdan oldin qanaqa tartibda fikrlagan, ya'ni Walt Disneyning fikrlash strategiyasini modellashtirish natijasida vujudga keldi. Ana endi modelimizda 4 ta rol bor. Endi har bir rolimiz bilan tanishib chiqamiz. Modelimizning birinchi roli bu orzuvchi. Orzuvchi rolida biz deylik bironta bir mahsulot yaratmoqchimiz. Ana o'sha mahsulotimizni yaratishdan oldin biz nima qilamiz? Orzu qilamiz. Hech qanaqa boshqa fikr emas, faqat o'sha yaratganimizdan keyin qanaqa natija bo'ladi, u qanaqa insonlarga foyda beradi. Bu rolda biz orzuga berilamiz. Xuddi yosh bolalardek orzu qilishimiz kerak bo'ladi. Ana endi modelning ikkinchi roli bu realist roli. Realist roli biz qanaqadir mahsulot chiqarmoqchimiz. Endi o'sha mahsulot chiqarishda bizda qanaqa real imkoniyatlar bor? O'sha imkoniyatlarimizni real holda baholashimiz kerak bo'ladi. Ana endi modelimizning uchinchi roli bu tanqidchi roli. Ya'ni biz bu bosqichda o'sha orzularimizga, rejalarimizga tanqidiy qarab chiqamiz. Ya'ni buni biz ijobiy tanqidchi desak bo'ladi. Misol uchun biz qanaqa xatolarga yo'l qo'yishimiz mumkin, qanaqa bizlarda to'siqlar bo'lishi mumkin, hammasini bu tanqidiy rolda biz ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Va endi NLP'da 4-rol bu kuzatuvchi roli bo'ladi. Ya'ni kuzatuvchi rolda biz orzuvchi ham bo'lmaymiz, realist ham bo'lmaymiz va tanqidchi ham bo'lmaymiz. Bu modelni biz amaliyotda sinab ko'rishimiz uchun bizga bitta joy kerak bo'ladi va 4 ta stul kerak bo'ladi. 4 ta stulni chizib ko'rsatyapman. Ya'ni ana endi biz joy topdik va o'sha joyga xuddi shu tartibda stul qo'yib chiqdik. Ana endi biz nima qilamiz? Biz deylik bironta bir mahsulot yaratmoqchimiz. Va birinchi navbatda biz orzuchi roliga kiramiz. Ya'ni orzuchi roliga kiramiz va birinchi stulga o'tiramiz. Birinchi stulga o'tirgandan keyin imkon boricha biz orzuga berilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz mahsulotimizni yaratdik. Yaratgandan keyin bizning hayotimizda qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti? Biz bolalarcha bu bosqichda orzu qilishimiz kerak bo'ladi. Orzu qilib bo'lgandan keyin o'rnimizdan turamiz va kuzatuvchi stuliga o'tiramiz. Kuzatuvchi stuliga o'tirgandan keyin bu bosqichda bizga yana shu narsa ham muhim bo'ladi. Biz holatimizni chalg'itishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni holat chalg'itish deganda, misol uchun o'rnimizdan turib boshqa, ya'ni kuzatuvchi stolga o'tirganimizdan keyin bizning holatimiz chalg'iydi. Ya'ni biz orzuvchi roldan chiqamiz. Ana endi orzuvchi roldan chiqqandan keyin biz kuzatuvchi stoliga o'tirdik. Xo'p, o'tirgandan keyin endi biz kuzatuvchi stolidan realist stoliga o'tishimiz kerak bo'ladi. Realist stoliga o'tiramiz va bunda ana endi biz birinchi bosqichda orzu qilgan orzularimizni amalga oshirishimiz uchun bizlarda qanaqa real imkoniyatlarimiz bor. Ya'ni real tartibda biz o'z imkoniyatlarimizni baholashimiz kerak bo'ladi bu bosqichda. Misol uchun orzumni amalga oshirish uchun qanaqa ko'nikmalarim bor, qanaqa resurslarim bor, real holatda
biz baholashimiz kerak bo'ladi. Biz o'z imkoniyatlarimizni real baholadik. Baholab bo'lgandan keyin yana biz holatimizni chalg'itamiz. Ya'ni kuzatuvchi stuliga kelib o'tiramiz. Kuzatuvchi stuliga kelib o'tirdik va endi biz o'rnimizdan turamiz. O'rnimizdan turib tanqidchi stuliga borib o'tiramiz. Bu bosqichda biz yana tanqidiy qarab chiqishimiz kerak bo'ladi. O'z imkoniyatlarimizga, bizlarda qanaqa xatolar bo'lishi mumkin, qanaqa to'siqlar bo'lishi mumkin. Xullas, biz ijobiy tanqidchi bo'lib qarab chiqamiz. Tanqidchi roli bizga nima beradi? Biz qanaqadir xatolarni tanqidiy ko'rib chiqamiz va o'sha xatolarni yo'l qo'ymaslikka harakat qilamiz. Ana bu modelimizni qisqacha tartibi shundan iborat. Bu rollarni ketma-ketlikka biz e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Deylik, kimdir mahsulot yaratmoqchi, kimdir qanaqadir ishni amalga oshirmoqchi. U agar bu rollarni tartibini alishtirib qo'yadigan bo'lsa ham, o'sha maqsadini amalga oshirishi qiyin bo'lib qoladi. Chunki bizlarga bir g'oya kelgandan keyin agar uni biz tanqidiy jihatdan qaraydigan bo'lsak, bizlarda nima bo'ladi? Orzu bo'lmaydi, ya'ni harakat ham bo'lmaydi. Bu modelni sizlar ham sinab ko'ringlar. Sinab ko'rgandan keyin sizlarda qanaqa natija bo'ldi? O'sha natijani o'sha kommentga yozishinglar mumkin. Video agar foydali bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, sog' salomat bo'ling.